Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Xudo xolisa kommentariyalarga javob berib o'tishga boshlaymiz. Silyosni o'zini bersa bo'ladimi bo'g'oz qo'ylarga degan savolga обязательно yo'q. Chunki silyosga somon yoki beda qo'shib berish kerak. Nima uchun? Silyosni o'zini yeganda oshqozonda gaz to'planib bola tashlab qo'yish ehtimollari ko'p bo'ladi. Shu sababli обязательно qo'shib berish kerak. Agar yo'q, sizda imkoniyatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz mana bu vitaminni qo'shib berishingiz kerak. Immunomag deydi. Xo'p, bu 80 ming so'm turadi akalar. Qimmat emas. Har bitta qo'yga bir kunda 2 mahal bir qoshiqdan berib tursanglar, bo'g'oz qo'ylarga bola tashlab qo'yishni oldini oladi. Keyin bo'g'oz qo'y tuqqandan keyin berib borsanglar ham sutini ko'paytirib, chiroyli qilib bolachasini katta qilishga yordam beradi. Xo'p, обязательно silyosga o'zi somon qo'shib berish kerak. Bu shunda oshqozon yaxshi hazm bo'lib, qo'ylarda o'zgarish tez bo'ladi. Xo'p, akalar, kommentariyaga negativ yozayotganlar, negativlar, hurmatli negativlar. Sizlar yaxshi niyat qilib havas qilsanglar, xudo xolisa bunaqa bo'lmaydi. Sizlarda ham shunaqa chiroyli qo'ylar bo'ladi. Hammani chorvasiga xayr va baraka bersin. Kommentariyada chiroyli gaplarni kutib qolamiz.